Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan go'zal bir hadisda Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilarki: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Imom Termiziy rivoyat qildi bu hadisni. Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "O'ziga keraksiz narsani tark qilish kishi islomining go'zalligidandir" dedilar. Islomingizni go'zal qilmoqchi bo'lsangiz, go'zal musulmon bo'lmoqchi bo'lsangiz, azizim, bekorchi gaplardan, keraksiz gaplardan o'zingizni ehtiyot qiling. Ya'ni islomning go'zalligi, musulmonning go'zalligi molo ya'ni degan so'zni ishlatamiz biz ko'proq. Mana shu molo ya'ni degani o'ziga na dunyosiga na oxiratiga manfaat bermaydigan gaplar. Azizlar, gapirayotgan gapimiz yo dunyoyimizga foyda bersin, yo oxiratimizga. Gap bilan, so'z bilan bo'ladigan ofatlar. Bu keraksiz so'z. So'zlarimizga qaraylik, qaysinisi bo'lyapti bugun? Soatlab gaplashib o'tirgan do'stlarimiz davrasidagi suhbatlarga nazar solaylik. Yoki bo'lmasa biror bir anjuman yoki boshqa joy, qayer bo'lsin. Ba'zan soatlab ketgan vaqtimizni oxirida sarhisob qilsak, na dunyoga, na oxiratga foyda bo'lmagan bo'ladi. Mana shu gaplarni molo ya'ni dedilar Rasulimiz alayhissalom. Mana shu gaplarni, mana shunaqa foydasiz, keraksiz gaplardan chetlagan odamning islomi go'zaldir deyaptilar-da Payg'ambarimiz alayhissalom. Bugungi kunda hammamiz deyarli Alloh bizni kechirsin, so'z ofatidan qutula olmayapmiz. Agar shu ofatdan qutulsak, boshqa hamma muammolarimiz yaxshi bo'lib ketar.